Iso men xudoman deb aytganmi? Buni albatta eshitishingiz kerak. Agar kimdir sizga Iso hech qachon o'zini xudo deb atamagan degan bo'lsa, bu noto'g'ri. Muqaddas kitobda Iso Xudoning o'z nomini ishlatgan. Boshlaymiz. Yuhanna 8:58. Iso ularga shunday javob berdi: Sizlarga chinini aytayin, Ibrohim tug'ilmasdan oldin men bor bo'lganman. Chiqish 3:14. Men har doim bor bo'lganman, Xudoman deb javob berdi u. Xalqim Isroilga meni sizlarning oldingizga yuborganning nomi men borman deb aytsin. Yuhanna 10:30. Men va otam birmiz. Yuhanna 8:24. Shuning uchun sizlarga gunohkor bo'lib o'lasizlar deb aytdim. Ha, agar o'sha men ekanligimga ishonmasangizlar, gunohkor bo'lib o'lasizlar. Yuhanna 20:28. Tuma Isoga: "Yo Rabbim, Xudoyim" dedi. Vahiy 1:17-18. Uni ko'rishim bilanoq oyoqlari ostiga o'likday yiqildim. U esa o'ng qo'lini ustimga qo'yib shunday dedi: "Qo'rqma, men birinchi va oxirgiman, barhayotman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. O'limning va o'liklar diyorining kalitlari mendadir." Bu Xudoga xos unvon. Iso ishora qilmadi, yashirmadi. U o'zining ilohiyligini ochiq e'lon qildi va bu uchun jon berdi. Endi haqiqiy savol: siz Iso aytgan gap bilan nima qilasiz? Layk bosing, izoh qoldiring, obuna bo'ling.